Bizni o'zbeklar uchun mo'jizadek tuyuladigan narsani ko'rsataymi sizlarga? Mana qaranglar, svetofor ishlamayapti. Tak, bitta o'tkazishyapti. Mana trak o'tib ketdi. Hozir o'tib ketgandan keyin narigi mashinalar keladi, bu yerdagilar kutib turadi. Bitta shoshilmasdan o'tkazishadi. Mana qaranglar. Ana bittasi o'tib ketdi. Endi mana o'tish kerak, itibet. Ana, ko'ryapsizlarmi? Biz uchun bu narsa mo'jiza. Agar mana shunaqa svetofor ishlamay qoladigan bo'lsa, onasini emsin. Qayerga qarab ketyapsan? Linga qaramaysam, o qara. Bundan tashqari hamma kim miyasida sportsmen deb qoladi. Men axir 2 yil boksga borganman. Men hozir gap bilan yedirishga tayyor bo'lib turishim kerak. O'zimni qo'rqmaydiganroq bo'lib turib, qo'limni bunday qilib ko'rsatib turishim kerak oynadan. Mening sportsmenligim bilinsin, kachoyligim, nidovolni qarasam mendan qo'rqsin, ko'zini olib qochsin deb. Nima qilyapsan, xara?